Bunda o'ylab qarasam, 20 yildan beri xotinimga romantika qilmagan ekanman. Bugun bir xotinga romantika qilamiz. Xotin! Ha, qalaysiz? Keldingizmi? Mana bu gullar senga. Bu gulingizni men nima qilaman? Boshimni uramanmi? Undan ko'ra pomidor olib kelmaysizmi? Bu pomidor yo'qligiga bitta bankani ochib o'tiribman. Bitta banka ketdi mana. Ajabsınlar. Xotin, senga mehrim tushib qopti. Mehrim tushganidan senga gul olib keldim. Kunda bir narsangizni tushirib yurasiz. Har ana kuni plastingizni tushirdingiz, bir kuni mashina kaltim tushirasiz. Hamma narsani tushirib pishiq bo'ling. Ovqating tayyormi? Ha, hozirmi? Yeb, sol, yeyman. Choy iching. Qo'y bel. Qo'y. Qo'y ketyapti. Xotin. Ha? Shur bo'ptimi? Pach bo'ptimi? Murchab kelaymi? Nima bo'pti? Ayting. Tur, o'shim ko'zimga ko'rinmagan. Paypog'imni yuvib kelgan. Shuni yaxshi gap bilan bir romantik qilib aytsangiz bo'lmaymi?